Ana shunday har o'lkada ajdodlarimizning izi bor. Biz bu bilan har qancha faxrlansak arziydi. Xuddi shunday. Dasturimizni davom ettiramiz. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston vaqti bilan dasturini tomosha qilyapsiz. Nargiza, to'g'ri aytib o'tdingiz. Biz nafaqat ajdodlarimiz bilan faxrlanamiz. Bugungi kun yurtdoshlarimiz, yoshlarimiz bilan ham bemalol faxrlanamiz. Chunki bugungi kunda yoshlarimiz juda katta yutuqlarga erishyapti dunyo bo'yicha. To'g'ri. Bunga kichik misol, o'tgan yili o'zbekistonlik yosh olimlar tomonidan 150 dan ziyod yangi ilmiy ixtirolar uchun patentlar olindi. Ulardan ayrimlari dunyo tibbiyotidagi yirik muammolarga yechim sifatida qabul qilindi. Xuddi shunday. Bugun dasturimizning bugungi mehmoni ham ana shunday iqtidorli yoshlardan biri, ya'ni El-yurt umidi jamg'armasining granti orqali xorijda ta'lim olib, vatanga qaytgan insonlardan. Toshkent pediatriya tibbiyot instituti klinikasining bolalar kardiojarrohi Bobur To'rayev ko'rsatuvimiz mehmoni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Ko'rganimizdan xursandmiz. Xush kelibsiz. Kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshi, rahmat taklif qilganingiz uchun. Doim yaxshi bo'lsin. El-yurt umidi jamg'armasi bu hozirgi kun yoshlarga berilayotgan juda katta imkoniyatlardan biri. Siz ham bu imkoniyatdan foydalangan holda Buyuk Britaniyada ta'lim olgansiz, tahsil olgansiz. Shu haqda gapirib o'ting. Bu sizga qanday imkoniyatlarni berdi? El-yurt umidi fondi shu prezidentimiz tashabbuslari bilan endi tashkil etilganda 2018-yil ilk qaldirg'ochlardan bo'lib ushbu stipendiyani g'olibi bo'lganman va dunyo reytinglarida eng kuchli 10 talikda turadigan University College London universitetida magistratura bosqichi tahsil olish baxtiga muyassar bo'lganman. Angliyaning London shahrida magistratura bosqichi tahsil olib, bolalar kardiya jarrohligini asoslarini o'rganib yurtimizga qaytganman va hozirgi kunda bolalar kardiya jarroh sifatida faoliyat yuritaman. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, har yili har 100 ming chaqaloqdan 6-10 nafari tug'ma yurak nuqsoni bilan dunyoga kelar ekan. Siz esa ana shunday bolalarga va ularning ota-onalariga umid bag'ishlayotgan insonsiz. Bir bemor hayotini saqlab qolar ekansiz, nimalarni his qilasiz, nimalar o'tadi ichingizdan? Albatta buni oddiy so'z bilan tushuntirish biroz qiyin. Tasavvur qiling, oldingizda kichkina chaqaloq, yangi tug'ilgan chaqaloq zo'rg'a nafas olibdi, yuragi ba'zi zo'r ishlab turibdi, balkim hayotining oxirgi kunlarini yashayotgan bo'lishi mumkin siz kelganda. Siz uni murakkab bir jarrohlik amaliyotini o'tkazasiz. Murakkab bir amaliyotlardan keyin onasini bag'riga topshirasiz, ko'rikka kirsangiz sizga kulib qarab turibdi yoki sal yosh katta bo'lsa koridorda yugurib o'ynab yuribdi. Buni his qilish uchun buni bir odam ko'rishga boshdan o'tkazish kerak. Bu albatta bir boshqacha bir emotsiya beradi, boshqacha bir hissiyot beradi. Hozir aytib o'tdik, Bobur, Buyuk Britaniyada tahsil olgansiz, ta'lim olgansiz deb o'sha hayotingizni qaysi jihatlarini o'zgartirdi? Buyuk Britaniyaga borib tahsil olganingiz, nimalarni o'rgandingiz, nimalarni hozir hayotga tatbiq etyapsiz? Umuman Buyuk Britaniyada to'liq bir yil davomida tahsil olganman, lekin shu unaqa katta muddat bo'lmasa ham bir yil oldinga ketgan Bobur bilan qaytib kelgan Bobur tubdan farq qiladi. Bir yil oiladan uzoqda, vatandan uzoqda, musofirlikda ham fikrlash, ham shu jamiyatda o'sib ulg'ayganmiz, shu ma'lum bir stereotiplar bizda shakllangan, lekin siz boshqa jamiyatga, boshqa jamiyat vakillarini orasiga tushganingizdan keyin butun dunyodan bizlar kursdoshlar bor. Men o'zim o'sha yotoqxonada turganman, butun dunyodan, Osiyoda, Yevropa, Amerikada hamma joydan do'stlarimiz bor. Ular bilan gaplashib, mavjud stereotiplar buzilib ketgan, hayotga qarash o'zgargan, umuman inson sifatida o'zgarganmiz. Mutaxassis sifatida ham ancha bir oxirgi zamonaviy bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirib qaytishga muvaffaq bo'lganmiz. Ko'pincha chet mamlakatlarda tahsil olgan kadrlarimiz, yoshlarimiz aynan o'sha mamlakatlarda, Yevropada chetda qolishni niyat qilishadi va qolib ham ketishadi. Siz esa davlatimizga qaytib, o'zingizni bilim ko'nikmalaringizni, malakalaringizni o'zimizdagi fuqarolarimizga, ya'ni bemorlarimiz shifo topishiga sarflayapsiz. Bu endi chet elda vatanparvarlikmi bu? Chet elda ish taklifi bo'lgan, o'qib yurgan paytimizda ham bo'lgan. Qaytib kelib mamlakat tashqari Germaniyada, Yaponiyada, Avstraliyada malaka oshirish kurslariga borgan moddiy shifokorlar tomonidan takliflar bo'lgan, ishlash o'sha davlatlarda, rivojlangan davlatlarda. Chet elda yaxshi yashash mumkin, yaxshi ish topish mumkin, yaxshi oylikka, yaxshi va qulay sharoitda yashash mumkin, lekin chet elda istiqomat qilsangiz, sizda keraklik ekanligingiz hissi O'zbekistonda yashayotganingiz darajasida bo'lmaydi. Xuddi bizga o'xshagan mutaxassislar ko'p. Tizim allaqachon yo'lga qo'yilgan, rivojlangan. Bizda bu tizim endi rivojlanish bosqichida. Siz bu yerda ko'proq keraksiz. Ko'proq. Shu hisni men shu yerda topganim uchun ham oldindan o'zi
oilam bilan O'zbekistonda yashash niyat qilib hech qachon chet elda uzoq muddat yashash niyati bo'lmagan. Bu o'sha daxldorlik, keraklilik hissi bilan bog'liqda, ya'ni men o'z yurtimga kerakman, yurtdoshlarimga yordam ko'rsatishim kerak. Bu yerda o'sha El-yurt umidi jamg'armasi tashkil etilganda ham maqsad borda, asosiy maqsad xorijiy bilimni o'zimizda sinab ko'rish, o'zimiz yurtdoshlarimizga ko'rsatish, yordam berish, shunday maqsad ko'zlangan. Xo'p, hozirgi kunda O'zbekistonda bolalar kardioxirurgiyasi qay darajada rivojlanyapti va qaysi muammolar o'z yechimini kutyapti? Shu haqda ham gapirib o'ting. Bolalar kardiyo jarrohligi umuman tibbiyotdagi eng zamonaviy sohalardan bittasi. Yurakni operatsiyalar boshlanganda butun dunyo bo'yicha hali ko'p bo'lmadi, balki 100 yillik bo'lgandir endi. Bu uzoq tarixga ega soha emas. O'zbekistonda ham bu soha boshlanganiga bir 30-35 yil vaqt bo'ldi, lekin oxirgi 5-6 yilda bu soha juda jadal suratlar bilan rivojlanish bosqichini o'tamoqda. Avvallar asosan katta yoshli bolalarda oddiy turdagi tug'ma yurak nuqsonlari jarrohliklari amalga oshirilsa, oxirgi yillarda kichik yoshdagi bolalar, eng tug'ilgan chaqaloqlarda murakkab jarrohlik muolajalari yurtimizda amalga oshirilishi yo'lga qo'yildi. Buni natijasida avval eshitganmiz, Hindistonga, Rossiyaga borib operatsiya uchun davolanishadi. Hozirgi kunda bunaqa bemorlar soni nafaqat kamaydi, juda ham kamayib ketgan va aksincha shu bilan bir qatorda qo'shni respublikalar, Tojikiston, Qozog'istondan, Qirg'izistondan hozir shifo ilinjida yurtimizga kelib, yuragini jarrohligini amalga oshirib, shifo topib yana yurtiga qaytishmoqda. Bu albatta erishayotgan yutuqlarimizning bir namunasi sifatida. Bu shuni ham aytib o'tish kerak, barcha sohalar singari tibbiyot sohasiga ham qaratilayotgan e'tibordan, shifokorlarga berilayotgan imkoniyatlardan dalolat beradida. So'nggi yillarda mana bir necha marotaba bor ko'tarildi, shifokorlar oyligini olib qaraydigan bo'lsak, davlat rahbari tashabbusi bilan ko'tarildi. Bu ham qaratilayotgan e'tiborlar natijasi. Qo'shimcha savolim bor sizga. Siz o'qish va umuman olganda jarrohlikdan tashqari, davolashdan, bemorlarimizga shifo berishdan tashqari ilmiy faoliyat ham yuritar ekansiz va ilmiy maqolalaringiz nima haqida, shu haqida ham bir ilmiy tadqiqotlaringiz haqida bir suhbatlashsak. Ilmiy yo'nalish ham o'zi ko'p yaxshi shifokorlarimiz chet elda ham O'zbekistonda ham ilmiy faoliyatni amaliyot bilan birga olib borishga harakat qilishadi. Bu shifokor uchun yaxshi, o'zini ustida doimiy ishlash uchun, ya'ni rivojlanish uchun yaxshi. Shuning uchun men ham doimiy ilmiy maqolalar yozishga, yaxshi jurnallarda chop etishga harakat qilaman. Chet el konferensiyalarida doimiy ishtirok etaman. O'zbekiston bizni Avstraliyaga malaka oshirish safariga borganimda yangi bir texnikani o'rganib kelganman. Ya'ni yurakni o'zini o'ng bo'lmachi quloqchasidan yurak o'pka arteriyasiga klapan yasash texnikasi. Bu endigina bir 5 yil avval kashf qilingan texnika. Dunyoning eng rivojlangan davlatlarida ham hali bu yo'lga qo'yilmagan. Bizni butun dunyo bo'yicha birinchilardan bo'lib bu texnikani amalga oshirishni boshladik. Hozir o'nlab bemorlarimiz shu texnikadan shifo topib, 1 yildan oshdi. O'nlab bemorlarimiz shifo topib qaytishdi. Mana shu olingan natijalarni shu butun dunyodagi eng yuqori darajadagi konferensiyalarda Yevropa assotsiatsiyasini, kardioxirurgiya assotsiatsiyasining yillik anjumanida bu Lissabonda bo'lib o'tdi, Portugaliyada. Buyuk Britaniya kardioxirurgiya yillik anjumanida bu Edinburg shahrida bo'lib o'tdi. Dokladimiz bilan chiqib, juda ham bir katta qiziqishlarga sabab bo'ldik. Undan tashqari yaqinda sentyabr oyida Osiyo kardioxirurgiya assotsiatsiyasining anjumani bo'ladi. Bu Indoneziya davlatida bo'ladi. O'tga ham shu mavzuda doklad qilish uchun taklif etildim. O'tga ham tashrif buyurib doklad qilib qaytamiz. Bobur, siz bilan birga yoningizda ancha bir qator yosh shifokorlar ham ishlashadi. Ularning imkoniyatlarini qay darajada baholaysiz va yangi avlod shifokorlarini o'zi qanday tasavvur qilasiz? Biz albatta umuman kardiyo jarrohlik bu juda ham katta jamoa talab qiladigan soha hisoblanadi. Bu bitta jarroh o'ziga bog'liq emas. Bizda bitta bemor shifo topib ketishi uchun 10 dan ortiq shifokor ishtirok etadi. Va bizning hozir yig'ilgan jamoamiz asosan yoshlardan tashkil topgan. Men tengqurlarim, mendan ozgina katta akalarimiz bor. Ham ko'pchiligimiz jamoamiz vakillari chet elda tahsil olishgan, malaka oshirishgan va yaxshi bir jamoa yig'ilganmiz. Bu albatta natijali ta'sir ko'rsatadi. Yoshlarimiz ham hozir ko'pchiligi mana davlat tomonidan, hukumatimiz tomonidan shart-sharoitlar yaratib berilyapti. Chet elda malaka oshirib qaytishmoqda va yangi bilim va ko'nikmalarni yurtimizga olib kelib, soha rivojiga juda katta hissa qo'shmoqda. Men o'ylaymanki, O'zbekiston tibbiyoti kelajagi albatta porloq. Bu faqat yaxshi tomonga o'zgarish. Shunday bo'lsin, shunda umidvormiz, shunday bo'lsin. Bobur, siz hozir faoliyat olib borayotgan klinikada
qanday murakkab jarrohlik amaliyotlari amalga oshirilyapti? Shu haqida ham gapirib o'ting. Endi klinikamizda bolalar tibbiyotini barcha sohalari mavjud. Endi men asosan o'zim soha haqida gapirsam, bolalar kardiak jarrohligida jamoamiz bilan o'sha eng murakkab jarrohlik muolajalari bo'lgan, masalan, Epstein anomaliyasida 3 tabaqali klapan konus plastikasi deymiz. O'sha hozir aytganimiz yurak bo'lmacha quloqchasidan klapan yasash texnologiyalari, o'sha TMSlar, senning operatsiyalar, boshqalarni jamoamiz bilan O'zbekiston birinchilardan bo'lib yo'lga qo'yganmiz va hozirgi kunda deyarli barcha qiyinchiliklardagi, barcha murakkablikdagi operatsiyalar amalga oshirishga imkoniyatimiz bor va amalga oshirib kelmoqdamiz. Bobur aka, bilasizmi, hozir siz aytayotgan yangiliklardan men ham ayrimlari yangilik bo'lyapti men uchun ham. Chunki juda ham katta ishlar amalga oshirilayotgan tibbiyot sohasida, lekin hali hanuzgacha ayrim yurtdoshlarimiz chet elda davolanishni, u yerga borib murakkab jarrohlik amaliyotlari o'tkazishni afzal ko'rib kelishmoqda. Mana shunday o'zimizda bo'layotgan o'zgarishlardan ularni qanday boxabar qilsak bo'ladi? Endi boxabar qilish yo'llari mavjud. Buni eng asosiysi bu rezultat, natija. Agar siz o'sha og'ir bemorlar boshqalar shifo topib qaytishadi, qo'ni-qo'shnilari, boshqalar qarindoshlari ko'rishadi, bizda ham yaxshi shifokorlar mehnat qilishayotgan ekan deb bizga bo'lgan ishonch, O'zbekiston tibbiyotiga bo'lgan ishonch ortib boraveradi. Lekin bu biroz vaqt talab etadi. Undan tashqari ommaviy axborot vositalari mana yoritilyapti. Hozirgi kunda Instagram, Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlar rivojlangan. O'tda ham o'zimiz blogimizda olib boramiz, qilayotgan ishlarimiz haqida ma'lumotlar berib boramiz. Iloji boricha yurtdoshlarimiz boxabar qilishga harakat qilamiz. Endi baribir bu birdan biz katta xalqqa ega jamiyatmiz, birdan hammani boxabar qilish biroz qiyinchilik tug'diradi, ozgina vaqt talab qiladi menimcha. Bobur, shu o'rinda sizga meni o'zimni qiziqtirgan, o'ylantirgan va qiynagan savolni bermoqchiman. Shu kunlarda, o'zi so'nggi vaqtlarda bolalar yuragi bilan bog'liq kasalliklar, xalq tili bilan aytganda yurak parogi deydi. O'shanaqa holatlar ko'payib bormoqda. Bunga nima sabab bo'lyapti? Bu ekologiya bilan bog'liq jarayonmi yoki insonlarning o'zimi? Xo'sh, bunga bir nechta sabablarni keltirib o'tishimiz mumkin. Birinchidan, ko'payib borayotgani haqida aniq statistik ma'lumotlar mavjud emas. Butun dunyoda tug'ma yurak nuqsonlarining uchrash darajasi statistik jihatdan deyarli bir xil, 0.8-1% tashkil qiladi yangi tug'ilgan chaqaloqlar. Bizning yurtimizda ham deyarli shu ko'rsatkichlarda mavjud. Ko'payib borayotgandek tuyulayotganiga sabab diagnostika, ya'ni tashxislash oldin juda katta muammolarga ega edi. Ya'ni ko'pchilik viloyatlarda, qishloqlarda tug'ma yurak nuqsoni bilan tug'ilgan bolalarimiz tashxis qo'yilmasdan bolachamiz nobud bo'lgan, yo'qotib qo'yishgan, lekin yurakda nuqson borligi bilishmagan. Hozir tashxislash jarayonlari yaxshilangani uchun ham erta tashxis qo'yish, shifokorga murojaat qilish ko'paydi va bu ko'payayotgandek ko'rinadi. Bundan tashqari oxirgi paytda mana Covid pandemiyasi bo'ldi. Bundan keyin lekin biroz ko'payganini biz ham sezdik. Covid bolalarda barcha a'zolar rivojlanishiga ta'sir ko'rsatdi, xususan yurakning rivojlanishiga ham ta'sir ko'rsatdi, biroz ishdan chiqishiga sabab bo'ldi. Bu balkim va shu kabi uchraydigan oxirgi davrlarda ko'p uchrayotgan infeksion kasallik va boshqalar tug'ma yurak nuqsonlarining ko'payishi biroz sabab bo'layotgan bo'lishi mumkin. Mayli, hech kimni boshiga solmasin, hech kim bu kasallik bilan og'rimasin, bemor bo'lmasin. Yana bitta savol sizga: amaliy jarayonlarni o'tashda xorijlik hamkasblar bilan qanday aloqalar yo'lga qo'yilgan, qanday fikr almashuvlar bo'lishi mumkin? Shu haqida ham gapirib o'ting. Aytib o'tganimdek, Angliyada ta'lim olganman, Germaniya, Avstraliya, Yaponiyada malaka oshirganman. U yerdagi hamma professorlar bilan juda ham yaxshi aloqalar yo'lga qo'yilgan. O'sha borgan vaqtimda ham birgalikda yonma-yon turib, yelka-melka operatsiyalarni amalga oshirganmiz. O'zbekistondagi bo'layotgan o'zgarishlar haqida, boshqalar haqida ma'lumot berganda, ular bunaqa narsalarni juda ham yaxshi ko'rishadi. Bizga tomonidan nima yordam kerak bo'lsa, qanaqa maslahat kerak bo'lsa, tayyormiz deyishadi. Bizda ham hozirgi kunda ham murakkab bemorlar bo'lsa, maslahatlik kerak bo'lsa, WhatsApp orqali va boshqa orqali bog'lanamiz, maslahatligini olamiz. Konferensiyalarda uchrashib turamiz. Bu baribir ularning ham ozgina bo'lsa ham hissasi bor bizda rivojlanishda. Bobur aka, samimiy suhbat uchun, erta tongdan bizga sherik bo'lganingiz uchun, mana shuncha ma'lumotlarni, qimmatli ma'lumotlarni ayamayotganingiz uchun katta rahmat sizga. Biz dasturimizni davom ettiramiz. Rahmat aytamiz. Ancha ma'lumotlarga ega bo'ldik. Haqiqatan ham tibbiyot sohasida so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan ishlar juda ko'p va bu o'z natijasini ko'rsatyapti. Shunga xizmat qilayotganingiz uchun, hissa qo'shayotganingiz uchun sizga rahmat aytamiz. Siz qatori jamoadoshlaringizga ham minnatdorlik bildiramiz. Sog' bo'ling. Dasturimiz davom